Ulug'jon aka, keling bugun o'z farzandlaringizga shirin tilaklaringizni, shirin dil izhorlaringizni mana shu davraga bildirasizlar nasib bo'lsa. Baxtli bo'lingizlar, baxtingiz ziyoda bo'lsin deb qolamiz. Albatta bugun davramiz mehmoni albatta Tursunzoda blogeri, ajoyib suxandon, ajoyib bloger Salom Regar bugun davramizga tashrif buyurgan. Albatta aziz kelin-kuyovlarni chiroyli o'zlarini suxanlari bilan, albatta kelgan chiroyli she'rlar bilan aziz kelin-kuyovlarni tabriklab qoladi. Salom Regar, keling, davramiz markazi albatta sizga muntazir aziz kelin-kuyovlarga chiroyli iliq tabrik so'zlaringizni albatta armog'on etib qolasiz. Qadam marhamat. Tashakkur, bo'lingiz ustiga shukr. TikTok profili she'r mutaxassisi zamon shoiri. Kimgadir ma'qul bo'lsa marhamat she'rlardan tinglaysizlar inshaalloh. Behzod Regar TikTok profili, YouTube profili hammasi bor. Ana endi assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bolalik uy bozor deydilar. Shovqin surondan momolar bezor deydilar. Garchi yurtim qizil lolaga to'lsin, bitta qarcha chalganning uylari shirin shakarmanshli farzliga to'lsin deymiz. Albatta davrani keng olamizda aziz mehmonlar. Davra keng bo'lsin, beajoyib bo'laveradi nasib etsa. Uyga yetdi bolasi. Qayerda qiz bor, qayerda? G'amga qoldi onasi, qayerda qiz bor, qayerda? Larsillagan to'y tayyor, bezatilgan uy tayyor, kuyov tayyor, to'y tayyor, qayerda qiz bor, qayerda? Deb bugun o'z orzu niyatlarga yetgan, shu bugungi mana shu kelin-kuyovlarni baxtlarini ko'rib turgan kelin-kuyovlarimizni ota-onalarini davramizga qarshi olamiz. Marhamat, kelinglar qani G'ulomjon aka hamda Buxsoraxon yangamiz.